Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq. Mazkur o'zbek ma'rifatparvari, shoiri va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentda hunarmand oilasida tug'ilgan. Uning Turkiy Guliston yoxud axloq buyuk ma'rifatparvar jadidchilik harakati sardaflaridan biri Abdulla Avloniyning eng mashhur asarlaridan biridir. Asar haqida muallif shunday yozadi: Men bu asarimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta'lim bermak ila barobar ulug' adabiyot muhbiblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarini taqdim qildim, deb asarni kattaroq qilib yozgan.